davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Nurg'un odam dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Men quloq selim. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Ushbu terminlarni Tavfiq Ma'arif tarbiyalash markazi alohida talab qilgan. Tez o'rningizdan turing. Atigan soat 6 da siz texi qo'ng'iroqlik soatni to'xtatmasdinlar. Ishingizda bir narsa sizga hozir texi atigan, kun texi yo'rimidi, talo ham bak sovuq bo'ldi yetiva deydi. Charchashdan og'rib ketgan muskullaringizning harakat qilg'isi kelmaydi. Ham cho'ng miyingizning harakat qilishga buyruq berganini anglamagan bo'lib o'lishga tirishadi. Ishingizdagi el qisada sizning qo'ng'iroqlik soatning yana birdam uxlash knopkasini besib, uyqu dunyosiga qayta g'arq bo'lishga kuch ko'tadi. Lekin siz uning gapini anglamasligingiz kerak. Siz anglagan bu sada faqat sizning tunji inkosingiz. Shundaq bo'lg'achqa siz qo'ng'iroqlik soat orqali o'zingizni uyg'otishga uringan. Shunga o'rningizdan turib yerga dassang, ham qayta uxlash niyatida bo'lmang. Chunki bizning qiladigan muhim ishimiz bor. Hayotlik dunyosiga cheniqish uchun kelganligingizni qarshi olamiz. Siz har kuni to'g'ri yo'lni tanlamdim yoki oson yo'lnimi degandan iborat mana shunday qiyin tanlashga duch kelasiz. Balkim ko'z oldingizda menish intayin oson bo'lgan 10 ming xil yo'l bor bo'lishi mumkin. Lekin siz muvaffaqiyat cho'qqisiga chiqishni o'ylasangiz, unda siz cho'qim to'g'ri qaror chiqarishingiz kerak. Siz cho'qim kaskin holda o'zingizga rohat tuyulgan, lekin sizni manzilingizga yetkazolmaydigan shu xato tanlashlardan voz kechishingiz kerak. Bo'ladi mana bu birinchi kun. Bundan keyingi kunlarda texnik qiyin ishlarga duch kelasiz. Shunga buning o'zingiz haqiqiy qilmoqchi bo'lgan ish ekanligini jazmlashtirishingiz kerak. Bo'lmasa siz nihoyat asalla xato yo'lga kirib qilib o'zingizni butunlay nobud qilyapsiz. Qiladigan birdan-bir ishingiz faqatla qadamingizni yo'tkab olg'a qarab menish. Siz boshqa barliq tanlashlardan voz kechib, mush yo'lni tanladingiz. Siz hozir yo'lda ketyapsiz. Chunki siz bir ko'rinmas raqib bilan musobaqaga tushdingiz. Garchi uni ko'zingiz bilan ko'rolmaysizmi, lekin uning kayningizdan agishib kelayotganligini, sizga yetish olayli deb qolganligini har vaqt sezib turibsiz. Undaqda bu raqibingiz kim? U dal o'zingiz. Qalbingizga ansizlik, ishkilnish va qo'rqinch qatorliqlar birlashib, sizni har vaqt yiqitishga urinadi. Lekin hargiz qo'rqmang. Garchi ularni yengish osonga tushmasimi, biroq ular hargiz yengil bo'lmaydigan narsalar emas. Esingizda bo'lsin, mana bu cheniqish. Siz va o'y fikringiz orasidagi jang, badaningiz va yelkangizni besib turgan olvosda orasidagi jang. Uning eziq turishlariga quloq solmang. Siz o'yin o'ynayotmaysiz yoki vaqtingizni isrof qilmayapsiz. Orzuyingiz uchun qalbingizda yalqinjigan shu o't bilan o'z-o'zingizga bo'lgan gumonlaringizni ko'ydirib tashlang. Tirish nishonimiz har vaqt esingizda bo'lsin. Qiziqqonlikning shirin dushman ekanligini unutmang. U kichikgina xatoligingiz tufayli sizni mag'lubiyatga olib bora oladi. Qiziqqonlik hamisha sizning ojizligingiz ham yetarsizliklaringizni izlaydi. Kayfiyatingizga qilchilik turoqsizlikmi uning uchun bir bahona bo'la oladi. Mag'lubiyatga boshlaydigan alvasti har bir kichik ishlarga yo'shingan bo'ladi. Sizda faqat mushtlali bormi? Buni jazmlashtira olamsiz. Navoda bularga ha deyalisiz, unda siz kurash qilishga tayyorlanib bo'lgan bo'lasiz. Endi yurakli holda olg'a qarab etilsiniz, ham dushmaningiz bilan kurash qilsangiz, ya'ni qalbingizga dushmaningiz bilan kurash qilsangiz bo'ladi. Siz shirlarning ichidagi erkak shir. Hammanglar o'xshash bir o'g'il o'g'lash uchun qo'g'lab ketyapsizlar. G'olibiyat hayotingizni saqlab qoladigan birdan-bir narsa. Shuni siz qalb tevishlaringizga ishoning. Siz texmi tez yugura olasiz, texmi kuchab ota olasiz. Siz fizikal qonuniyatlar va fiziologiyalik to'sqinlarni bosib o'ta olasiz. Talay faqat bir kichikgina omil. Faqat muvaffaqiyatni to'g'ri kelib qolganlikdan bo'ladi deb qaraydiganlar talayga ishonadi. Muvaffaqiyat tanlashdan keladi deb ishonadigan kishilar bo'lsa, muvaffaqiyat qozonish uchun qon ter oqizadi. Qani hozirlik qaror chiqaring. Chunki taqdir odamni saqlab turmaydi. Dal mush vaqtda qalbingizdan ming xil sado kelib, sening tayyorliging bitdi deydi. Lekin siz 1001 xil sadoni anglasangizda bo'ldi. Bu sado sizga tayyorliging bitdi deydi. Tayyorliging bitdi. Hamma ish o'zingizga bog'liq. Shunga tez o'rningizdan turing. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib o'tmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.